Ming sulolasi davrida bir ambal qo'l ostidagi Huang familiylikni ranjitib qo'ygan. Bu Huang familiylik ko'ngilda adobat saqlab, Noy Yomilni tozalayotgan fursatdan foydalanib, ambalning tamg'isini o'g'irlab ketgan. Qadimgi davrda amaldorlar amal tamg'isini yutirib qo'ysa, qallisi ilinatdi. Bu ambal bu ishdan xabar topgandan keyin Huang familiylikdan gumonlangan, lekin isbot bo'lmag'achqa amalsiz qolgan. Huang familiylikni zo'rma-zo'r tutgan bilan e'tirof qilmasa, ambal yanada amaldorlik tamg'isini yo'qotib qo'yish mas'uliyatini ustiga olish kerak. Yaxshi gaplar bilan nasihat qilay desa, Huang familiylik u ambaldan o'chilish uchun maqsadlik shunday qilganligi uchun uning bu ishni iqror qilishiga ko'zi yetmagan. Bu chaqda uning mushaviri ambalga bir pand ko'rsatgan. Pand bo'yicha ambal tong yo'rishi bilanla Yomilga o't qo'yib berishga odam avatgan. Ondan darhol odam yig'ib o't o'chirgili borgan. Odamlar yig'ilib bo'lgandan keyin bir qutini elib Huang familiyligiga berib, "Siz bu yerda qilib bu hukumat tamg'isini yaxshi qo'g'ding. O't o'chirishga bormasingizmi bo'ladi?" debdi. Ondan ambal odam boshlab o't o'chirgili ketibdi. Ambal ketgandan keyin Huang familiylik "Men tamg'ini o'g'irlab olgan tursam, ambal nemishqa yana menga tamg'ini qo'g'dang" deb berdi, deb qiziqib qutini ichib qarasa, qutining ichida hech nima yo'q ekan. Lekin hamma odam ambalning cho'ng tamg'ini Huang familiylikka topshirib berganligini ko'rganda, shuning bilan u aldanganligini bilibdi. Amalning yo'qligidan u darhol uyiga yugurib berib, tamg'ini elib qutiga sap qo'yibdi. Ambal faqat o't qo'yish pandi bilanla cho'ng tamg'ini o'ngishliq topgan. Shuning bilan bir vaqtda Huang familiylikning yuz obro'yini saqlab qolgan. Mana bu oqilona tadbir. Shunga ko'nilar hamma ishqa pam kerak, o'tikimi cham kerak degan ekan.